mush 11 bitimni oqlaydiganlar bir yiliqi hakikaten Uygurların psikologiyası acayip buzulup ketken. Yakında bir okup kaldım mı birisininki de karşısında. Keyin nimdep ilk tutaylık adam. Milli armiya Xitoyga ecellik zarbi bergashga, shungacha jankeshi uni yig'inga chaqirgan deydi. Mushundaqmi psixologiya deylik. Vayron bo'lgan, sitilgan bütün narsani yon bir g'albiga aylashtirib, bushta so'zlayotgan bada bir xil nima men nega ilib oldim, buda qiyinlar so'zlayman. Mana Nabijon Tursunning rasm 19'ga eklemay. Rasm 19. Konisi Nabijon Tursunning kitobidan ilg'an. Köpedike, aşinasi. Mana ben okudum. Yana qarindoshlarım mening konilik o'qishim til emas. Masalan, men odatda shu inglizcha, xitoycha o'qisam 1 soatda 70-80 betni o'qiydiman. Masalan, kunda atgan 100 bet kitap o'qiyman, 100 bet kitap o'qishimga 1,5 soat ketadi xitoycha yo inglizcha. Nabijon Tursunning kitobining har bir 100 betini o'qish uchun menga 5 soat, 6 soat vaqt ketadi. Ben jumla o'qiyman. Shunga men o'qish jarayonida sal duduqlashib qolsa, ayıp günmenler. Ama Nabijon Tursunning kitobini o'qi. 11 moddalik bitim hujjatlari Uyg'urcha va Xitoycha nusxasi ayni vaqtda Ahmadjon Qosimiy, Raimjon Sobir Hoji bilan Xitoy taraf vakillari orasida birma-bir so'zma-so'z tang tekshirilib bekitilgan bo'lib, bitim hargizmi oldi bilan Xitoy tilida tayyorlanib, keyin Uyg'ur tiliga tarjima qilingan emas. Balki ikki taraf bir-biriga sungan talab ve teklifleri, mesela Xitoy taraf o'ttirga qo'ygan loyiha ve teklifler oldi bilan Xitoy tilida tayyorlanib, Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, Sharqiy Turkiston taraf tayyorlagan loyiha ve talab fikrlar oldi bilan Uyg'ur tilida tayyorlanib, Xitoy tiliga tarjima qilib, Xitoy tarafga berilgan. Ammo bu loyihalardagi mazmunlar va bitim moddalari ikki taraf vakillari orasida suhbat ustida birma-bir o'qilib, muzokara qilingan. Bu jarayonda tarjimonlarning vositasidan foydalanib, ular tarjimonlarning vasıtası orqali kelishim moddalarini so'zma-so'z, jumla muzokara qilish, talash tortish hatto soat davomlashgandan sirt ikki taraf orasida uchrashish soni nihoyat ko'p bo'lgan edi. Demak, 11 moddaning bitim moddalari ikki tarafning tang bekitishdan o'tgandan keyin rasmiy Uyg'urcha va Xitoycha yozilib, ikki tilidan nusxa ikki tildagi nusxa birma-bir qayta selishtirish orqali oxirgi nusxalarini bekitilgan ham imzo chiroyli qo'l yozma shaklda ko'chirilib, imzo qo'yishga hozirlangan. Xitoy tilidagi nusxa bilan Uyg'ur tilidagi nusxa ma'no jihatdan farqli so'zlarni bo'lishi hargizmi yo'l qo'yilmaydi. Tamamen yolg'on gap. Men o'qib chiqdim. Nima degan cho'ng farqi bor? Bu ikkisini. Agar Nabijon Tursun yozganda 11 bitim so'zma-so'z birma-bir muzokara qilingan, Sobir Hoji bilan Xitoy taraf vakillari orasida birma-bir so'zma-so'z tang tekshirgan bo'lgan bo'lsa, nima uchun bu ikkisining o'rtasida farqi shunchalar cho'ng? Hammanglar o'ylashib beqinglar. Buni Xudoyim bo'lsa, keyingi qismlarda texmi cho'nqirlab o'timiz buni. Buningda Nabijon Tursunni men nihoyat hurmatlayman. 30 yil hayotini sarf qilib, mosha 20 ming xatdan ketgan 15 qismi bordi deydi. Kitobni yozgan nihoyat cho'ng ish bu. Men hurmatlayman. Lekin men fikrlarga men qo'shilmayman. Shuning uchun Nabijon Tursunning kitobini o'qiganda nihoyat tanqidiy bilan o'qinglar. Uningki Nabijon Tursunni bizning sirtlarda Nabijon Tursunning kitobini tahrirlagan bir
tarixçi tehi bağımı yok ufmayman. Şunun için onun kitapları tehi təkrarlanmagan. Özü yazgan biti özü təkrarlab çıqqan biti. Şunun için Nabijanның Tursun'un kitabını oqanda dikkat bilan oqunglar. Men bu qismninki oxirgi so'zini